Yangilikni zo'ri mana akalar. Granula apparatlarimiz. Xolasalaring qo'yga, xolasalaring molga, xolasalaring tovuqqa, xolagan variantlaringda bor. 3 fazali, 220 li, endi Altemon zavodida o'zlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib qo'ydi. Buni qaranglar. Qaynag'idan. Nima deyapti? Obunachilarimga ham tavsiya qilaman. Xudo xolasa qarang ishlash. Zo'r narsa ekan. Temurga mashinamizni narxi nechi pul? Bu 11 kilovat soatga 300 kilo chiqaradi. Narxi 22 million so'm. 7,5 kilovat soatga 200 kilo chiqaradi aka. Buni narxi 18 million so'm. Bu 226 miz aka. Chiqarish. Xo'jalik boblari mana. Xo'jalik boblari mini fermalarga zo'r bo'ladi. Bu narx 8 million so'm. Dastavkalardan o'ylashmasa aka. Undan tashqari tovuqlarimizni ham, cho'rim chiqaradiganlari ham bor. Hammasidan bor. Aloqaga chiqaverasizlar, bemalol ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Buni zapchastlaridan umuman muammo yo'q. Tashqari drabilkalar ham bor. Undan tashqari mana yerda gigant drabilkalarimizdan tortib xo'jalik bob 1 million 700 mingdan boshlab 19 milliongacha drabilkalarimiz bor.